kelgan qaynisinglim jonimga tegib ketdi deb gap boshladilar bir obunachim. Turmush qurganimga 4 oy bo'ldi. Uyda qaytib kelgan qaynisinglim bor. To'g'risi ularni juda ham yaxshi ko'rardim. Ikkita bolasi ham bor. Ular ham biz bilan yashaydi. Ularga mehrimni berib qaratgandim. Erim menga nima olib kelsa, olib chiqib o'shani ikkita bolasiga berardim. Lekin qaynisinglimni ichi qora ekan. Erim menga kiyimlar olib berib aylantirib kelsalar, qovoq tumshuq qilib oladi, jahl qilib. Qaynonam ham unga qo'shilib har xil kesatiqlar qiladi. Faqat xotiningga olib berolmasdan, "Mamta, sening bilan onang borligini ham esingdan chiqazmasang bo'lardi" deb. Ishonasizmi? O'zi 4 oydan beri bir marta ko'chaga chiqib kiyim olib bergandilar. Shunga ham ko'rishmadi. Erim menga yaxshi gapirsalar, "Hammani oldida yaxshi gapirmang, boring xonangizga olib kirib erkalang" deydi. Oldin ishlardim, lekin hozir uyda o'tiribman. Shuni ham gapirishyapti. "Ishlamaysizmi? Uyda o'tiraverasizmi? Tekinxo'rga o'xshab" deydi. Qaynonam esa, "Namuncha xotiningni erkalab boshingga chiqazib olasan, urishib urishni ham o'rganga, erkak bo'lganingizgina" deydi. Xullas, men erim bilan urushsam, ular mazza qiladi. Hammasidan charchab ketdim. Erimni yaxshi ko'rganim uchun shularga ham chidab yashamayman. Kelinlar boshida qaynonasini ham, qaynisinglisini ham yaxshi ko'rib hurmat qilar ekan. Lekin ularni asl yuzini ko'rgandan keyin hurmatni ham yaxshi ko'rishdan bir teng bo'lar ekan. Ularni gijgichlashini deb oilam buzilib ketishidan qo'rqyapman. To'ydan oldin erimman qaytib kelgan singlisi borligini bilgan oyim to'yga rosa qarshilik qilgandilar. Lekin qaynisinglim telefon qilib, "Iltimos, rozi bo'linglar, men akam hayotlariga aralashmayman, keyin bilan ham urushmayman, opa-singil bo'lib yashaymiz" deb bizani ko'ndirgandi. Lekin qayoqda bizani oilamizga aralashmagan kuni yo'q deb gaplarini tugatdilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Hamma qaytib kelgan qaynisingil, qaynopalar shunaqami?